ko'tingga bitta qilsam rozimisan? Taksi puli kerak emas. Doda, nima deyapsiz? Jim o'tiring. Jinni bo'lganmisiz? Kap-katta odam gapirayotgan gapingizni qarang debdi. Pasdan keyin Mujik! Ajoyib qurbon olsun! Allah'ım! Hamd sanolar olsun! Mujik! Jinni pulni bo'lib qolmadingizmi mabodo? Nega jinni bo'laman? Xudoga nola qilsam. Shunga-da. Keyin короче, Xudoga nola qilsa jinni bo'ladimi? Probit qilmay tur, eshitib tur. Keyin mujik! Menga ishoning. Mujik! Brot! Akam kelgan bitta aka. Akajonim. Necha anekdot davomi? Akajonim, muram tuba akashim. Keyin salgina yurtida bolam debdi 5000 dollar beraman. Bitta qilay debdi. Alimardon yaxshimisiz? Aka, to'g'ri o'tiring, olib borib qo'ying, taksi qilyapsizmi yo odam masabi tegyapsizmi? Hazillashmang, tudasizlar debdi. Bo'ldi debdi. Yana ozgina yurtida. Bolam debdi 20 ming beraman debdi. Aka, masga yetdimi? Qo'ying, bosh ortmang, haydang mashinangizni, bunaqa boshqa klientlaringiz qilasiz, sazildi debdi. Chiroyli bola ekanda. Bo'ldi debdi. Başta to'xtab oling degan, to'xtab bolam 50 ming beraman debdi. Bolalarim Amerikada 50 ming beraman bolam debdi. Mashinadan tushayotgan ekan, qaytarib eshikni yopib, joyiz qatta debdi. Chetroqda chiqamiz deb, chetroqda debdi. Chetga olib borib ko'tiga solibdi-da. Onangni ski debdi, bolam debdi. 70 yoshimda 50 ming osib qo'yding bo'ynimga, qanaqa to'layman endi senga debdi-da. Endi sen shu gaping bilan endi sen uni bo'yniga 20 ming osib qo'yding-da, ha? Hamidov, qandingni ur. Bir tiyin berma bittasiga ham. Mujiksan, jiyan. Mujiksan, jiyan. Bermasa mujik. Bersa ko'tan. Mujiksan, jiyan. Unda erkaklarga qiziqib yuradigan erkaklar nima deyiladi? Mujiksan, jiyan. Ukam bo'lasan, Hamidov. Tushundingmi? Erkaklarga qiziqib yuradigan erkaklar nima deyiladi? Например, sizga qiziqadi deydi. Bunga 20 ming dollar bergandan o'zi donat qilib sekin yana livining ko'taramiz 5-10 ming bilan. Jigar. Allah. Buna qara. Ay boy. Allah, ta'ala qurban olsun. Aytdim, u ham erkaklarga qiziqadi. Sizga qiziqish boshqa. Yo'rvat shakil kelib. Yo, Hamidov bilan bratan-ku. O'zimiz bratan-ku. Alimardon, kam bo'lasan, jiyan. 007 tog'am pulini qaytarib ber, Xudo. Sendan o'la-o'lguncha minnatdorman, Xudoyim. Senga shubha yo'q. Mani Primer aka. nima? Gucci? Ha? Mana qaraqam, kim ekan? Telefon Muhammad, telefonimni olib chiq, Telegramda tashing. Telefonimni berib tur. O'g'lim deydi. Qara, kim bu o'zi? Hozir. Olib kelib tur, telefonni olib kelib tur. Aka, Muhammad telefonni olib kelib tur. Qaraqam? Da, men Hamidovni bilaman, Hamidov meni jiyanim bo'ladi. Hamidov, молодец. Yaxshi bo'ladi. Tanmasan, uzoqdan chiqdi. Ozroq paxta qo'ying. Kirib tema qildirish uchun хотя бы sizga urib o'tiradi. Har nima minusga kirsa men shunga xursandman, ishoning. Oy, menga bu yerda o'tirgan odamlar minusga kirganiga men o'zim kechira olmayman. Qo'ldan kelgancha haftada bir 10 kunda bir aylanib. Bittagi odamlar именно o'sha bola agar minusga kirsa, qayerdadir donat qilib yursa, meni tema qildirish uchun aytganda, Seksiguliga tema qildiraman 2000 tashlab, Alimardonga tema qildiraman 200 ga urib,
unga qildiraman, yuzga urib pompaloqqa qildiraman deganda, tema qildirsin, hammaga ursin, mayli, o'sha menga atamaganlarini erkaklarga atasin. Aytdim-ku, erkaklarga qiziqadi. Qo'ysin, men roziman. Minusga kirsa, shu bolani kissasidan puli chiqsa, men xursam, men davolim, menga bermasda ketsin. O'zi nimaga urushib qoldinglar? Mana shu tanat qilmay qo'ydi, yechib o'rgani uchun. Shuni boshdan, Yo'q. gaplashyapsing Menga qayerda? Yo'q, nimam gaplashib olaman u bilan? Hamma joydan bloklab tashlaganman. 88 ta tanishlarimga telefon qilib ulash axini deb yotibdi. Mujik. Yo shartdan emas, Ezir. Shundoq. Endi 2 oy yurgansan deb, yomon bo'lsa 2 oy yurmaysan-ku. Men yomon bo'lsam 2 oy yurmasdi-yu. Da, Hozir sen aytdim. aytyapman. Tushunmayapsan, Odam Gucci. urinchadi, yana yarashadi deb bir-biriga shans berish kerak. Yo, hozir aytdim. Tashlab turinglar, bu narsa mayda. Sizga. Bu chappa qarang. Nimasiga shans berasiz, opa? 2 oyda qo'toq qilmagan 3-oyda qo'toqqiladimi? Men minusga kirib yuraveramanmi? Men ham o'zimni hayotimni pulini ishlashim kerak, tugatishim kerak. Erkak odam uchun muvofiq. Ayol kishi uchun uyat. Sen erkak odam gapirishga haqqing yo'q. Erkak odam qiladi-ya. O'rtog'imni yetib shu gapingizga. Erkak odamga Erkak qolishundan. hisoblanmaydi. Erkak sikkan amini rozi qilib ketganda erkak hisoblanadi. Nimaga yaxshilab berib efir To'yishi bo'lsa, oldirib. to'yishi bo'lsa. Stoyishi bo'lmasa rozi qiladi degan gap yo'q. Siz ko'p narsani bilmaysiz, amiz. Stoyishi bo'lsa. Men sizga tushuntiryapman shu narsani. Stoyishi bo'lsa emas, stoyishi bo'lganim uchun ham shuncha joyda rozi qilishgan. Xavotir olmang. Xo'p? Samtajiga, mujik. Hamidov. O'zingiz bilan ko'rgansiz. Qayerda qanaqa podarka olganman, qayerda qancha qo'limda pul Eshitayotgan yurgan. bo'lsang, Hamidov. Mujik bolasan, hurmat qildim seni. Erkaksan. Dalsha shunaqa qilgin. Alamingizni mazza qilib oling. Zek aka o'tgan safar bosing sizga. Bosing, arizangizni qaytarib olmang deganimdan keyin pizdis alamingiz qolgan ekan, Zek aka. Kimni alaman? Mazza Sen qilib oling. Bu sen kimsan? O'zi hech kim emassan hayotda. Voy xudo. Siz ham o'zingizni kimdir deb hisoblaysiz-da, qarang. Kecharagina. Men TikTokerman. Men bu yerda o'tirgan videochilar hammamiz bir xil odammiz. Hammamiz bir xilmiz. Men Lekin farqliroqman. pul topib pul urgan odam sal o'mniroq odam bo'ladi. Sal o'zini hurmat qilganroq odam bo'ladi. Tushundingiz? Bizaga uradigan odam. Sen o'zing o'rgatib qo'ygansan, u chaqirsa hech nima olmay, hech nima so'ramay. Bergan, men qaytarib berganman deyapman. Yo nimaga qaytarib ber? O'zing ahmoqsan. O'zingda. O'zing Nima ahmoqsan, senga tushdi bu sana? Men qaytarib berasan. So'rayapti, inson so'rayapti. Sen o'zing Hozir yaxshi qaytarib ko'rib ber, qo'ygansan. ertaga senga qaytarib tashlab beraman deyapti. Unga tashlab bergan joyimda ertasiga menga qaytarib tashlab berayotgan joyi bo'lmagan, tushunyapsizmi? O'zi bir so'm puling yo'q. Sen kimsan? Unga pul berib olavermaysanmi? Yo'q pulim demaysanmi? O'shanga duo Yo'q, pulim demaysiz, qo'lingizda o'tirgan odam shoppingni ko'rib o'tiribdi-yu. Hozir mana efirda menga podarka uryapti-da, oldimda o'tiribdi. Menga efirda podarka uryapti, oldimda o'tiribdi, efirda o'chiryapman, qaytarib ber deyapti menga. Qaytarib beryapman-da. Rasxotim bor, beradigan joyim bor. Men qanaqa yashayman? Ertaga beraman deyapti. Keyingi ertasiga men so'ramayapman, u bermayapti. Yo'q, qolgan bu. Bergan bo'lsang, men so'rayapsan, berib o'zing beribsan. Yo'q pulim demabsan, beribsan. Nimaga so'rayapsan deyapsiz-a? Nimaga so'rayapsan deyapsiz-da? Shu bilan ko'rishib, boshqa tanishlarim bilan svязанный полный hamma bilan uzganim uchun menga poddeshka qilib yurgan boshqa odamlarim уже hozir yonimda yo'q. Siz tintay-pintay bo'lib qolmadingizmi? Men nima gapiryapman? Ishit. To'g'ri, senga ikkita donatring Toshkentga kelgan bo'lsa, kelgunicha senga 20 ming, 15 ming, 30 ming donat qilgan bo'lsa, shu paytgacha sana deb kelsa ular gelmagaliga-da endi bittasi bir-birisidan xabar yo'q. Sen borib soldirmasang, senga yana kelib donat qilsinmi? Ko'ram xasasini bir marta yo'qotadi. Jin emas-ku ular senga yana sen u Toshkentga kelsa-yu, sen uni oldiga bormasang-da telefonini ham ko'tarmasang. O'sha beshigitdan ajralib qolganingdan keyin ko'tingga qalampir kirganda achiydan shunaqa. Tavba qildim. To'g'ri qiladi, esini yig'ib olganda. Mazzamni ham sikib ham sog'ib ketgan. O'sha aytayapman-da, mazza qildi-da. Uni mazza qilganda Mana buni mujik dedilar. Mana shunaqa donatorlar ko'p bo'lsin. Mujik dedilar.
Xotinni ham uyda zor qilib qo'ygan, xor qilib qo'ygan mujik deyiladimi? Mayli, men mayli ko'chani odami. Xotinni ham xor zor qilib qo'ygan mujik sanaladimi? Men xotini bilan gaplashdim. Ko'rmagansan. To'y qilib olmagan ekan. Telefonda gaplashdim. Telefonda O'zi menga telefon qildi. U ham senga o'xshagan birovdir-da. Menga o'xshagan birodar bo'lsa nikoh o'qitib yashamaydi, u namoz o'qiydigan normalniy o'sha Madinada o'zi bilan birga yashagan qiz. Tushunyapsizmi? Vaqtincha yashashayotgandir. Gunoh bo'lmasin deb. Qanaqasiga odam nikoh o'qitib vaqtincha yashaydi bitta tug'ib. Bolasi ham bor ekan. Ketaveradi. Bolasi bor deyapman, 1 oylik chaqalog'i bor. Sen o'shani bilarmiding? Bilardim, meni gap bu yerda men haqimda bir oylik chaqalog'i bor bolani sog'moqchi Mayli, eding. menga qilib Savol ketganiga senga. siz mujik deb hisoblayapsiz, to'g'rimi? Da. Xotinga qilganini ham mujik deb hisoblaysizmi? Xotiniga erkak odamga yarashaveradi. Unda siz ham shunga o'xshagan ko't ekansizda aka, xafa bo'lmang. Erkak odamga yarashaveradi. Unda bu ham shunga o'xshagan ko't ekanda. Bizdes bilan. Unda kelib o'zimni mujik deb e'lon qilaman.